Yukarı leksiyanın devamı hürmetlik vatandaş. Bugünkü İstağış 2021 yıl 6. ayının 17. günü. Ne dedik? Cevap. Mesela Prezident Vladimir Putin'in cevabı. Yok, neymiş kımında kıldık emiz. Biz Amerika ile alem boşluğu cəhətdə həmkarlışqa təyyarlanıb qoyduq. Mening esimdə qalışçı yakında Amerika Alem Aviasiya İdarəsi NASA'nın məsulü mundaq degan. Agar Rusiyanın həmkarlığı bolmasa, alem boşluğu türlerini tərəqqi qıldırış zadı qandaq buluşı mümkün. Biz bu bayanata qarşı alımız ve ona qadirləyimiz. NBC'nin muhbir Kerry Simons sual, Prezident Vladimir Putin'e koyulgan sual. Mening yani bir sual qo'yishimga ruxsat qiling. Jungo Amerika-Rossiya münasebetlerini tushunishingizcha, agar Jungo ozodlik armiyasi Tayvanga harbiy harakat qo'llansa, Rossiya qanday javob qaytardi? Cevap, Prezident Vladimir Putin'in cevabı nima? Senin için Tayvan meselesini Jungo'nun harbiy vasıtalarla hal qilish planı var mıken? Ben neymiş ki bilmeymen bu plan ne? Biz devamlık dep kilovatkanımızdak siyasete kıyas kılıdığın kayfiyat bulmaslığı gerek. Kıyas kılış kayfiyatını siyasetke qo'llanish qiyas qilish kayfiyatını siyasetke qo'llanish olmaydı. Siyaset sahasida mümkün bulmaydigan iş degili bulmaydı. Men her qanday hozirgi reallikda yüz bermegen ishlar to'g'risida baho berib o'ltirmayman. Bu so'zlar hurmatli Prezident Vladimir Putin sizning o'rningizga munosabatli. Siz hareket qila olasiz, hareketi to'xtata olasiz, mümkünlükü aylantıra olasiz, mümkünsiz o'ringa tushirib qo'ya olasiz. Chunki siz bir davlatning huquqisiz. Lekin boshqa bizde gene başka alim uyu yazgıcı degandek adamlarga aytsak, siyasetke ba'zida mümkünlük bilen qaraymiz. Qiyas bilen qaraymiz. Çünkü bizden üzüp aytish huquqimiz yo'q. Prezident Vladimir Putin. Men her qanday hozirgi reallikda yuz bermegen ishlar to'g'risida baho berib o'ltirmayman. Sen yani muxbir ne demoqchi? Mening so'zlarimni savrchanlik bilan anglab tur. Menden xafa bo'lma. Men bu meselenin ancha zaruriyati yo'q, chunki bu ish yuz bermedi. Mesela alem boşluğu meselesi. Jungo tarafta Tayvanga hücum qilish meselesi. Jungo tarafta Tayvan meselesini harbiy vasita bilan hal qilamiz demedi. Qurol kuchi ishlatishda yanmaymiz deb kelyotdi Jungolar. Bu yerda endi sel yo'shirib qoldingizmi nima Prezident Vladimir Putin? Harbiy vasita bilan hal qilamiz demedi. Texi bu ish yuz bermedi. Köp yıllardan beri Jungo Tayvan bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirib keldi. Dal siz Janvada yig'in ochilishdan burun, suhbat boshlanishdan burun Jungo Tayvan havo boshlig'i farqlantirish rayoniga 28 dan aeroplan avatdi. Prezident Vladimir Putin. Vaziyatga kelsak, har xil baho berishlar bo'lyapti. Prezident Vladimir Putinning gapi. Amerika bu ishga boshqacha baho beryapti. Amerika masalan Tayvanning ishiga boshqacha baho beryapti. Tayvanning vaziyat to'g'risida baholari bo'lishi mumkin. Lekin harbiy to'qinish dahi yuz bermadi. Diqqat qildingiz hurmatli vatandoshim, yuqorida biz Amerika Qo'shma Shtatlari NBC dangdar televiziya radio shirkatining muxbiri Kerry Simons'dan 6. ayının 14. günü yani Janvadagi suhbat boshlanishdan burun Moskvada Prezident Vladimir Putin bilan elib bo'lgan suhbati, maxsus suhbat yani maxsus programma suhbati ikki vatandoshim. Bunun da en asaslı halkılık 3 mesele. Birinci avamatke meselesi belki söhbet jarayoni şundak başlangan bolsa kerak. İkincisi oturdu Uyguristan meselesi, hürmetlik vatandaş.
Ahırda 4-cü, 3-cü orunda mı alem boşluğu meselesi. Siz muşunda qarab bakın, muşu meselelerde zadı əhmiyyət verdiğen mesele, tüptün əhmiyyət verdiğen mesele nime? Qarısınız, muşu məxsus programıda gövdelik orunda tuğunu Uyğuristan meselesi. Demek bugün Uyghur ve Uyg'uriston meselesiga yuqorqi tariqada, yuqorqidek bir ravishda, yani diplomatik fikr qilish ravishida, tariqasida hozir Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin ifade bildirdi. Endi atlikdan boshlab sizlarga vatandoshim Jenevada o'tkazilgan suhbatda hozir so'zlab kelyapmiz. Prezident Joe Biden'ning Avrupa ziyoratini endi Jenevadagi suhbatda nimalar o'tirg'i chiqdi? Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden nimalar to'g'risida to'xtaldi? Onu sizlarga topshiramiz. Topshirgan vaqtda mushu leksiyalar bilan zerikmay vatandoshlar. Bir millatning, bir vatanning, bir davlatning taqdiriga hurmatli vatandosh, zerikmay, tirikmay degidek bugun so'zlagan leksiya bilan Alloh xolisa at so'zlaydigan leksiyalarimizni birlashtirib tahlil qiling. Bir jumla so'z. Prezident Joe Biden Aqsaroyga kirib, yerim yil ichida bütün Avrupa'nı, hatta Asya'daki devletlerini ittifaklaştırıp oldu. Cungo'ya karşı, yani Cungo'nun Hristiyanlara karşı. Avrupa'nı bir hafta içinde ittifaklaştırdı. Gördünüz, Cungo'nun Hristiyanlara karıştırış meselesi de. En ahirki hesapta hazır Prezident Joe Biden, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti, Jenevada Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazdi. Suhbatning natijasini oldimizda asta ko'ramiz. Keyin kelyapti xabarlardaylar. Onu asta ko'ramiz. Bugun hozir Prezident Joe Bidenning nayt uzun so'zlagan bir jumla so'zini so'zlagan nutqi bor ekan, shu nutqining ichida bir jumla so'z turdi. Uning ma'nosi nima desangiz, hozir Rossiya Federatsiyasining endi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan sovuq munosabatlar urushi davriga kirishining yoki sovuq munosabatlar urushi momentida vaziyati turishning zaruriyati qolmadi. Chunki Rossiyaliklar hozir biqinida bosh ko'targan qo'shnisi Jungo'ning nima ekanligini ko'rib yetdi degandek mushundaq ma'noda so'zlagan so'zi bor ekan. Demak, 7 kunlik ziyorat, Avrupa ziyarati 7 kundan keyin Jenevada Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining prezidentlarining uchrashganligi bu necha kundan keyin faoliyatning natijasidir.